Shunday ekan, bugun biz bu degani qarshimiz degani emas, balki bo'ynimizdagi vojibimiz. Islom ummatining xilofati kelishligi bo'ynimizdagi vojibimiz. Kim shunga bee'tibor bo'ladigan bo'lsa, vallohi Allohning nomiga qasam ichib aytaman, shu odam ma'siyatda, gunohda hayotda ketyapti. Meni nima ishim bor, men namozimni o'qiyapman, ro'zamni tutyapman, hajga boryapman, menga xalifani nima keragi bor deyotgan odam bo'lsa, vallohi Allohning nomiga qasam ichib aytaman, shu odam ma'siyatda, gunohda hayotda ketyapti. Eng kami, ya Robbi, seni hukmini yer yuzida joriy qiladigan xalifani menga nasib qilgan islom ummatiga bergin deb umid bilan, duo bilan yashashlik bo'ynimizdagi vojibimiz bor. Eng kami, men hech narsaga qodir emasman, ilmim ham yo'q, fikrim ham yo'q, hech qanaqa kuchim ham yo'q, quvvatim ham yo'q, jamoatim ham yo'q, lekin la ilaha illalloh deyotgan odamning bo'ynidagi vazifasi eng kami, ya Robbi, seni hukmini, Qur'onni hayotga tatbiq qiladigan xalifani qaytargin deb duo qilib, shu bilan umidlanib yashashlik bo'ynidagi vojib bor. Shu bo'lmasa shu odam harom hayotda yashayapti. Lekin bu kelishligi alohida islomiy tariqatda. Qolaversa, bugungi kundagi ba'zi bir ulamolarimizni bu bizni e'tiqodiy amallarimizdan biri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu yer yuzida islom ummatini boshqarishlik to'g'risida so'ralganda, xilofat to'g'risida so'ralganda, mendan keyin 30 yil ba'zi bir hadislarda mendan keyin, ya'ni xulafo roshidin al-mahdiyin bo'ladi. Ya'ni ularga ergashlik mahdi bo'lgan, ya'ni haqqa yetaklaydigan xalifalar bo'ladi. Undan keyin podshohlik, zulm bilan boshqaruv va hokazo deb hadisning oxirida so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning minhoji, ya'ni u kishining aynan tariqatida bo'lgan xilofat qaytadi. U degani aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xilofati, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalifa bo'lib kelganlarida yer yuziga islom ummatining boshlig'i bo'lib kelganda biror bir taraddutsiz hamma taslim bo'lgan. Ya'ni bizga xuddi shunday bir xilofat keladiki, hozir biz zolim podshohlar davrida yashayapmiz. Albatta Rasululloh la yantiqu anil hawa, havo nafsidan gapirmaydi. Kim falsafa bu, safsata bu deydigan bo'lsa, Allohning rasuliga kofir bo'libdi shu odam. Iymon keltirmabdi shu odam. Bu safsata bu, yer yuziga xalifa qaytmaydi degan odam bo'lsa, Rasulullohga iymonini qaytarsin va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh devosin qayt. Chunki Rasululloh ki iymon keltirishlikning ichiga oladigan jumlasi u kishining xabarlarini tasdiqlashlik. U kishining xabarlarining ichida so'ng mana shunday davrlar keladi bu islom ummatiga, zolim podshohlar, xilofat va hokazo, oxiri so'ng shunday bir xilofat keladiki, Rasulullohning minhoji asosida yana yer yuziga xalifa qaytadi dedi. Biz buni e'tiqod qilamiz va umid qilamiz. Faqat bitta narsa, biz shunga loyiq bo'lgan kunimiz minhoj asosida xalifamiz keladi. Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu da xoin deyshadi. Bizdan emas ular. Ahli sunna va jamoat e'tiqodidan emas ular, balki islom millatidan emas ular. Chunki payg'ambar alayhisolamning ashobini so'kkan odam islom millatidan chiqib ketadi. Musulmonlar safiga qo'shiladi. Bugungi kunda davlatning boshqarib turganlar da'vo qilgandek va ular ixtiyor qilgandek Shvetsiya degan, ya'ni dinsiz, xudosiz davlatda yashayapti. Lekin biz musulmonmiz. Bu degani dinimizni yo'qotganimiz yo'q. Lekin biz musulmonmiz. Qonun boshqarish Allohning hukmi bilan bo'lmagani bilan, lekin biz musulmonmiz. Birodarlar, avval ham aytib berganman, yana eslatib o'taman. İnson mana shu kunlarda, bugungi kunda bozor shaqqon bo'lgan narsalardan ba'zisi to'rt, ba'zisi esa induk sho'rvalari, induqlarni, hayvonlarni sotilishligi. Agar hayotida odatiy induqni so'yib yemayotgan odam yangi yil kechasiga so'yib sho'rva qilib, shuni pishirib yeydigan bo'lsa, halol bo'lgan induq ashyolar uchun harom bo'ladi. Yemayotgan to'rtini ashkuni olib kelib yeydigan bo'lsa, ash halol bo'lgan to'rt harom bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning bayrami ado etiladigan joy emasmi, kun emasmi deganlarda yo'q deganda nazaringga vafo qilgan deganlar. Demak, mushriklar asliga murojaat qilaylik. Qanday bayram?
Bizni ilohimiz nechta? Bitta, birodarlar. Bu bayramchi. Xristianlarning xudosi tug'ilgan kuni bugun. Ya'ni xudosi tug'ilgan kunini bayram qiladigan. Rojdestvo deydi. Maryam Isoni tug'ilgan kuni deydi. Katta xudo ayol xudoni tug'dirgan Iso degan xudoyimiz tug'ilgan kuni. Shuning uchun ko'ka qanday daraxtni oldida archani oldida tug'ilgan deydi. Shuning uchun archa yil 12 oy ko'karib turadi. Xudo tug'ilgan kuni uchun deydi. Shuning uchun ashaddiy bayram qilib aylanib bayram qilishadi. Alloh subhanahu va taolo kim yahudlarni o'ziga do'st qiladigan bo'lsa, ularni o'ziga yaqin tutadigan bo'lsa, ularni Alloh subhanahu va taolo sizlar o'shalardan sizlar dedi. Ya'ni yahudlarni kim o'ziga do'st tutadigan bo'lsa, nasoralarni kim o'ziga do'st tutadigan bo'lsa, Alloh taolo sizlar o'shalardan sizlar, ya'ni islomdan emas sizlar deb Alloh taolo xabar berdi. Ibn Usaymin rahimahulloh aytadiki, biz hozir yashayapmiz. Yanvar, fevral, mart, aprel deb yashayapmiz. Yanvar, fevral bugungi chislar necha ekan desa, 22-fevral ekan degan odamni o'zini tashabbuh gunohlarga tashabbuh qilgan harom dedi. Bizning dinimizda Alloh subhanahu va taolo aytgan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadul Ula, Jamadul Thani, Rajab, Sha'ban, Ramazon, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja degan islom dinimizdagi oylarimiz bor birodarlar. Bu oylarning har birida qilinadigan alohida, ba'zilarini xoslagan, vaqtlar, ibodatlar bilan xoslagan Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Ularning ichida 4 tasini Alloh taolo harom qilgan oylar bor birodarlar. Biz hech narsaga muhtoj emasmiz. Biz yilimizni yangilab beradigan, bizning bayramimizga qarab beradigan, bizni xursandchilik va mahzun bo'ladigan kunlarimizni tayin qilib beradigan maxluqlarning so'zlariga muhtoj emasmiz birodarlar.